Zalim Xitoyning asosliq nishoniga aylangan Uyg'ur bolalarining milliy kimligidan yiroqlashtirish va xitoylashtirish markazlarida qanday zulm ko'rilayotganligini aks ettiradigan yangi sin va rasmlar o'tirg'a chiqdi. Xitoy ijtimoiy aloqa tor bekatlarida tarqatilgan bir qancha sin ko'rinishida yatoqliq maktab uslubidagi xitoylashtirish markazida tutib turilayotgan begunoh Uyg'ur bolalaridan Xitoy o'qituvchisi sannalik deb so'ragan. O so'rgan savolga bergan javobi sistemalik irqiy qirg'inchilikning oxirgi nuqtasini oshkorladi. Ko'rinishlarda bir Xitoy o'qituvchisining 10 necha Uyg'ur bola qamalgan markazlarning birida savol so'rayotganligi ko'rsatilgan. Uyg'ur bolalari "Sen nalik?" degan savolga "Men jungoliq" deb javob bergan. Xitoy xalqaro jamiyatni aldash tashviqotini kuchaytirish bilan birga Sharqi Turkiston xalqini izchil turda majburiy emgakka selayotgan bo'lib, lager shoidi Zumrat Davud o'rtoqlashgan sillarda oshkorlanishicha, Xitoy Sharqi Turkiston xalqini intayin tuvan ish haqqi bilan majburiy emgakka selish jinoyatini izchil davomlashtirgan. Tarqalgan sinning birida Xitoyning Bixjiyo beliqchilik saymonlari şirketining Sharq Turkistondagi tarmoqida majburiy emgakka selinayotgan yuzlagan Uyg'ur ayollarning radlik turg'izilib, Xitoyning atalmış davlat she'rini xitoycha o'qishga majburlanganligi ko'rsatilgan. Ularning o'xshash ish formasi kiyib, askarcha tizilib, naqshi etishi qattiq tuzumda boshqarilgan turmadagi jinoyatchilarni asıltadigan bo'lib, ig'ir vositalar bilan kontrol qilinayotganligini ko'rsatib bermoqda. Yana bir sında majburiy emgak silinayotgan Uyg'urlarning beliq qarmoqi yasayotganligi, ig'ir vazifa topshirib olgandek jiddiy mashg'ulot qilayotganligi ko'rsatilgan. Angliyadagi muhofizachi to'rining 15 mart kuni xabar qilishicha, Angliya Tashqi ishlar ministrligi 2022-yili davlat bexatarligini ko'zda tutib, Xitoydan keladigan olim, tadqiqotchi va o'quvchilarni tarixda eng ko'p qitim rad qilgan. 2016-yili rad qilingan odam 13, 2020-yili rad qilingan odam 128 bo'lgan bo'lsa, 2022-yili rad qilingan odam biroqla 1104 odamga yetgan. Buning ichida Xitoydan kelmoqchi bo'lgan 839 o'quvchi, 265 tadqiqotchi olim bor ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, buning sababi Angliya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan fan-texnika aloqasida tutgan qattiq pozitsiyasi ekan. Angliya istixborot 5-boshqarmasi Xitoyning Angliyadagi jasuslik harakatlarining ko'payib qolganligini ma'lum qilgandan keyin Angliyadagi asosli tadqiqot o'rinlari Xitoyga ishini taqagan. Xitoy, Iran va Rossiyaning Oman qo'ltig'ida boshlangan va 5 kun davomlashishi planlangan birlashma dengiz manevri davomlashmoqda. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotida manevrning 3 davlatning dengiz armiyasi amaliy hamkorligini kuchaytirib, rayon tinchligi va muqimligiga aktiv kuch qo'shadiganligi ko'rsatilgan. Bayonotda manevrning Hind okeanining Fors qo'ltig'iga tutishadigan hamda Iran, Pokiston, Oman va Arab Birlashma Xalifaligining dengiz qirg'oqlariga joylashgan rayonda ilib berilayotganligi bayon qilingan. Koreya taratqullarining xabariga qaraganda, Shimoliy Koreya Yaponiya dengizi tarafga yiroq musofirlik ballistik boshqariladigan bomba qo'yib bergan. Koreya bosh shtabi uzun muddatlik ballistik boshqariladigan bombaning shu yer vaqti 7 dan 10 minutda poytaxt Pyongyangga yaqin Sunan rayonidan qo'yib berilganligini e'lon qildi. Yaponiya Davlat Mudofaa Ministrligi havoda 1000 kilometr yo'l yurgan boshqariladigan bombaning 6 kilometr egizlikka yetib, shu yer vaqti 20 dan 8 minut o'tganda Yaponiyaning maxsus iqtisodiy rayonining sirtiga tushib ketganligini dalilladi.